Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Tanjoninglar sog'mi? Mana yashiklarga ekilgan pomidorlarimiz bugungi kunda pishdi boshlagan. Nima sababdan bularni yashikka ekkanim? Bu yerda mana kalalar bor. Bu yer asosan suv ko'p tushadigan, suv quduqning yonida, betondan qilingan suv quduqning yonida suv ko'p tushgandan bu yer merch bo'lib qoladi. Shuning uchun bu yerga yashik qo'yib, yashikka tuproq solib pomidor ko'chatlarini ekkanman. Mana mevalarini ko'ryapsizlar. Yerga ekkan pomidorlarim ham bor, lekin bu yerdagilari ham ulardan kam qilgani yo'q. Juda ham yaxshi. Mana mevalari juda ko'p. Mana hozir ko'rishinglar mumkin. Yuqorilarigacha. Shuni yonida mana cherry pomidorimizni sarig'i. Mana shunday juda ko'p qilgan. Yanida 2 tup mana cherry pomidorimizdan pishib, yetilib bo'ldi. Yerga ekkan piyozlarimizni holatini ko'ramiz. Mana bosh olgan piyozlarimiz katta-katta bo'lib, mana holi petrovka qilib ekib qo'ygandik. Piyozlarimiz ham mana kattayapti. Bodringlarimiz ham mana uzum sortiga tortib qo'yganlarimiz holati juda chiroyli. Ko'rishinglar mumkin. Qulupnaylarimiz ham gullab mana orasira pishib yetilyapti. Ko'rishinglar mumkin. Mana yozgi kunlarda, iyun oyining oxirida ham qayta mevalar qilyapti. Mana yana shu yerlarda ham kattaroqlari ham bor ekan. Mana juda ham shirin. Yozdagi qulupnaylar juda ham shirin bo'ladi. Maydaroq bo'lganiga qaramasdan mazasi gap yo'q, juda zo'r. Qayta gullab, qayta shunaqa qilib meva qiladi bular. Makka jo'xorimiz mana dumbil bo'lgan payti bu oddiy makka, 90 kunlik makkamiz. Mana qalampirlarimiz yetilyapti asta-asta. Oshqovoqlarim rosa meva solgan. Oshqovoqlarni ko'rib turibsizlar. Yerdan mana 3 metr balandlikda meva solgan. Endi bularga setka kiydirib boylab chiqishimiz kerak. Salqinda xudo xolasa setka tortib, mana juda ko'p mevalar solyapti. Hali bu o'sishda davom etadi. Yerdagi pomidorlarimizni tezda terib olyapmiz. Yana bir qiziq narsa, mana bu oshqovoq emas, bu qovun. Ishonmasliginglar mumkin, lekin bu qovun. O'zim ko'chatini qilganman urug'idan. Faqatgina bir donasi ekkanlarimdan 4 ta yo 5 ta ekkanimdan bir donasi tutgan. Mana qovun mevasini solgan tagiga. Ko'pirlab shoxlagan, mayda mevachalari bor hozircha. Bu kuzgacha pishadi. Bu tarvuz. Tarvuzni ham unchalik eplolmadim, o'tgan yil ham eplolmaganman. Bu yil lekin qovunim, bir tup qovunimdan mana qo'ralari bor. Xudo xolasa hosilini uzganda ko'rsataman. Juda ko'p mevalari, qo'ralari. Yashikdagi kartoshkalarda hali
terganimiz yo'q. Uni ham albatta alohida video qilib ko'rsataman. Bu tomonga bolgarskiy ekkanmiz. Bolgarskiylarimiz endi gullashni boshlagan. Mana kichkinarolari ham bor, kattalari ham bor. Endi gullayapti. Endi gullayapti. Bu yerda vakmak makkalari alohida ekilgan. Bir qator qilib vakmak makkalarimiz ham yetilyapti. Albatta o'roqlikka mana shu bitta boshini qo'yib qo'yamiz. Buni urug' qilamiz. Qolgan makkalarini qayrib pishirib yeymiz, xudo xolasa. Uzumlarimiz hali pishgani yo'q. Kelin barmoq. Bunisi boshqalari qizil uzumlar bor, lekin bu kelin barmoq. Bu buldanish ko'chati. Bunisi dafna. Dafna, ya'ni lavr barglari. Buni mana tuvakka ekkanman-da, atrofiga astralardan, ya'ni qashqarguldan ekib qo'yganman. Buni o'sgan sari bular tomiriga salqin berish uchun. Bunisi pavloniya ko'chati. Pavloniya daraxtlarim bor edi. Undan ko'plab ko'chat qilganman. Bular petuniyalarda mana yerga ekkanimdan keyingi holat. Mana bu yerda ikkita astra bor. Bular bordoviy svetda. Atirgullarim. Ko'rishinglar mumkin. Judayam chiroyli. Kala gullarim har doimgidek ochilib, sochilib turibdi. Olov gullarimiz ham bor. Limonlarimiz so'raganlar uchun mana limonlarim mevalari ancha kattayib qoldi. Mana limonlar. Mandarinni mevasini ko'ryapsizlar. Mandarinim ham mana mevalari. Bunikilar biroz kichik. Lekin bor. Bu mushkambar guli. Limonlarimizdan yana bu tuvadagisi ham ushlagan mevasini mana ko'rinayotgan bo'lsa. Mevasi ko'p emas, lekin albatta bundan xursandman. Bitta ikkita bo'lsa ham ushlaganiga issiq kunida. Bu yerda ham bor ekan mana. Demak, bunda bu ko'chatda ikkitaginasi ushlagan ekan. Xudo xolasa keyingi yillardan ancha hosilga kirib qolishadi. Azaliyani so'raganlar uchun mana azaliyani bugungi holati issiq bo'lishiga qaramay, albatta ehtiyot qilib, vaqtida suv purkab, vaqtida o'g'itlar bilan siylab turibman. Antirum gulimiz bitta guli qurigan xolos, qolganlari hali ham mana ancha eskirib qoldi gullari, lekin mana yengisi chiqib kelyapti. Kameliyalarimiz rosa ochildi bearmon. Yana ham g'unchalari bor ekan, ham yangi nodalar chiqarishni boshlagan. Mana spatifilum ayol baxtini ko'chatlari ham ancha gullab qoldi. Antirum ko'chatlari, kameliyam ochilib bo'ldi. Endi bundan xudo xolasa yaqin kunlarda qalamchalar qilib ko'paytiraman degan umiddaman. Inshaalloh. Mana spatifilumlar yana ochilishni boshlayapti. Qolgan gullarimiz mana shu holatda. Ko'rib turibsizlar. Albatta sotyapman. Sotganim bilan ko'chatlarim kattayib yana qatorga qo'shilib qolyapti. Mana dollar gullarimizni ko'chatlari ham
pelargoniyani ko'chatlari ham ancha o'ziga kelib qoldi. Uydan kelib ham olib ketishyapti gullarimizni. Mana shu holatda. Tol gullarim rosa ochilyapti hozir. Yana shuncha ko'chatlar mana. Bu yerda ham ko'chatlar. Xlorofitumda ko'chatlari ham bor. Jasmin ko'chatlari ham bor. Issiq bo'lishiga qaramay, gullarim mana shunday chaman bo'lib ochilyapti mana. Juda ham ko'zingizni quvontiradi. Boringlarga shukr, tomosha qilganinglarga rozi bo'lasizlar. Vaqtinglar ketganiga umid qilamanki, sizlarga ham yoqdi. Albatta like bilan siylab, kommentariyalarda o'z fikrlaringlarni qoldirasizlar. Omon bo'linglar.